Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Podushkamizni ham ko'ylab o'rnidan chiqarib oldik. Endi shebeni tashlab bo'ldik. Ustidan endi qora qog'oz bosamiz. Qora qog'ozda keldi mana. Bundan armaturasini to'qib qo'yishni boshlaymiz. Podushkamiz 80 ga 40 bo'lgan. Armaturalar faqat 14 megawatt. Bu birinchi katejimiz. Ba'zan 3 ta katej bo'ladi bu tomonda. To'qaga chiqib qolasizlar. Nasıl bitiyoruz? Abone olmaganlar abone olib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.